Deryani oddiy birlik etimni utuq qazanalaydigan banan tortini o'gitib qo'yaymi? Yurakni birma deb esib, sizdan go'nja qulaga. Uning ishlatgan banan qiyam bilan to'rt miyi xumarning sog'lom ham yeyishlik mukammal banan tortining yasalishining mahfiyatiga mana bu. Sancal tortga ketarlik materiallar: tuxum 550 gram, shakar 150 gram, soda 15 gram, xumar banan qiyami 250 gram, rengamay 15 gram, tort uni 600 gram, soda 10 gram, sumay 200 gram. Tuxum bilan shakarni ko'ptirish apparatiga silib, keyindan sodani silib, andan shakar donachilari erib bo'lgan qadar ko'ptiramiz. Andan banan qiyam bilan rengamay silib olamiz. Bular bir oqir erishib bo'lgandan keyin tort uni bilan podani silib olamiz. Keyinidan sumayni qo'yib olamiz. Mana bu aralashmamiz tayyor bo'ldi. Endi biz buni lisning ostiga qog'oz silib, to'kib, tekshi yeyib olamiz. Mana buni tekshi yeyib oldik. Endi oldin qizitilgan kavshang silib, pishirib olamiz. Kavshangning gradusi asti-usti o'xshashlan 180 gradus. Mana bu banan tortimiz pishib chiqdi. Endi biz buni muziltib, o'ttirdan ishga qilib olamiz. Bir bo'lgiga mushu xumarning oliy qaymoqini ishlatdim. Qaymoqdan azroq, banan qiyamidan azroq ilashtirib, tamlantirib olamiz. Tamlantirib olgan qaymoqimizni bir bo'lgiga ilib, tekshik yeyib olamiz. Buning ustiga yana bir bo'lakni ilib, chatjo'rlarini kesib chiqarib etamiz. Ustiga yana qaymoqimizni tekshi surib, mushunga o'xshash gul qiliblar bilan chiroyli shakl chiqib I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive,